Bu televizorlar antikvar do'stim. Ha, gapirib keting. Antikvar bu. Bitta. Juda ham yaxshi, noyob ishlab turganlar ham bor, rabochilar ham bor. Mana bu legenda magnitofon mana. Qarang, chiroyli o'zi ham kassetni qarang. Bir paytlar Changini artib olish kerak. changini ortib tozalab olsangiz, o'zida mikrofonlar ham bor. Mana magnitofonlar, noyob magnitofon, kichkina televizorlar. Mana eng noyoblar. Yor kinosida ko'chalarda bitadi. Ha. Ana birinchi turganimi? Da. Ya, mana bu bo'lsa kerak bu. Mana bu emasmi? Ana bu. Mana bunga o'xshab turibdi, lekin mana bu Baxtiyor nimasi. Rahmat. Mana. Ko'pshillar bunda bor. Gitara bor. Mana bu telefon mana. Yo'q. Mana 51-yil chiqqan telefon. Mana bu yerda nimasi bor mana. Proy degan. Mana bu yerda nima qilasiz? Mana bu yerda mana bu yerda yozilgan. 51-yil chiqqan telefon. Ali bu brat. Ana Mana bu yerga mana richak qo'yiladi. Mana bu yerga richak qo'yiladi. Ichida turibdi richak. Buraysiz shu bilan qo'ying. telefon. Eslaganlar bo'lsa yozib ketinglar kommentariyada. Yana shunaqa narsaga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'ysanglar, bir eslaydi. Mana bu yoqda mana oyoq mana. Mana oyoqni qara. Da, Original. soatlar har xil. Tamam, radiolar bor ekan. Bu fotoapparat bu. Qaysi do'st? Chiroq. Mana. Ha, Oldingi fotoapparat bu. 100 yilgi fotoapparatlar. Nimani bekitib qo'yib bunday ochib rasmga chiqib ketib olardi. qo'ying. Bularni qarang mana qanday kolonkalar. Mana bu Atsilograf degan mana. Atsilograf. Bu ham sovetskiy. Ko'p yillar bo'lgan bunga. Tarozilar bor. Oldingi tarozilar. Mana xuddan 20-asr boshiga, 19-asrga borib qo'ygandek bo'lar ekan ular. Video yoqqan bo'lsa like bosib ketinglar. Shunaqa gaplar. Savidan choy ham bor ekan. Choy ham bor. Alibabada xumlarda mana. Alibaba 40 razbonik bor-ku, ana shunday xumlar mana shunday. Bu yoqda ham bor mana. Qo'y.